Nega shaxmat ustidagi qotillik degan? Shaxmat ustidagi qotillik deb atalishiga sabab o'sha qahramon bilan, ya'ni asarning bosh qahramoni Michael bilan uni qotillikda, o'sha Michaelni qotillikda ayblanadi va u qotil emasligini aniqlash uchun alohida bitta isquvor yollaydi Michael o'zi qamoqxonada o'tirgan holatda. Va u bilan bir necha marta kelib uchrashadi. Ya'ni jinoyat qanday sodir bo'lgan, u qanday yakun topgan, nima uchun u ayblangan, shu mazmunda kelib Michael bilan suhbatlashadi, ya'ni bosh qahramon bilan isquvor. O'shanda har kelganda bir marta shaxmat o'ynaydi. Endi asarda qahramonni, bosh qahramonni shunaqa zukko qilib ko'rsatgan, hatto isquvor ham tan berganda unga. Isquvorni o'zi tan bergan. Biror marta kelib shaxmatni yutkazmaydi. Qisqasi, asarni o'qigan saringiz qiziqib ketaverasiz. Yana eng qiziq tomoni qanaqa bo'lar ekan, qachon yakuni chiqar ekan degan savol sizni qiynaveradi. O'qigan saringiz mana shunaqa kelib chiqaveradi.